Hammaga salom. Bugungi videomizda Aisha bizga Turkiyada qanday qilib 100% grant bilan stipendiya olib o'qish mumkinligi haqida gapirib beradi. Va eng muhimi, video faqat intervyudan iborat emas. Sizlar bilan Bursa shahrida bir kunimizni o'tkazamiz. Biz Bursaga keldik. Artık devlet değilsiniz yani. Herkes 18'in üstünde. O zaman öyle derler. Hop, qaranglar, hozir biz universitet kampusdamiz va bu yerdan ko'rinadi. Bu yerda KYK yurtlari bor. Bu universitetni davlat tomonidan qilingan yurtlari, ya'ni yotoqxonalari. Hozir ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda fakultetlar joylashgan. Bu yerda veterinar fakulteti bor va naryoqda kutubxona bor. Hozir kutubxonaga ham boramiz. Lekin naryoqdagi masjidni ham ko'rsataman. U masjid universitetimiz o'zini masjidi va shu Bursadagi odamlar tomonidan qurilyapti. 5 yildan beri qurilyapti, hali bitgani yo'q. Yaqindan ham ko'rsataman. Lekin juda ham katta masjid ekan, Ha, juda ham katta. Juda ham chiroyli bo'lib turibdi-da. Ko'rsanglar bo'ladi, bizda universitetimizni kutubxonasi. Mana bu dumaloq turgan joyda faqat dars qilsa bo'ladi. Naryoqda orqasidagi pushti bino ko'ryapti. Shu pushti binoda kitoblar bor. Faqat kitoblar olsa bo'ladi. Keyin bu yoqda dars qiladigan xonalar bor. Qanchalik tez kelib turasiz endi bu yerga? Kutubxonaga ham hayotimda 2 marta kirganman. Hozir ko'p o'quvchilar kelib shu yerda o'qiydimi yo? Ha, ko'pchilik misol uchun mana bu yerda dars qiladi yoki kitob olishadi. Biz misol uchun hali beri kitob o'qiydigan darajaga yetganim yo'q. O'zi ustozimiz kitob turk tilingiz. Ha, shuncha. Bizning universitetimiz 1975-yilda qurilgan, ya'ni 50 yil bo'ldi bu yil. Va bu shu universitetimiz 50 yilligi uchun ochilgan yo'l, yemakxonaga olib ketadigan yo'l. Chiroyli qilib qo'yishgan bu yerda. Meni eng yaxshi ko'rgan yo'lim doim o'sha yerda rasm video olishni yaxshi ko'raman. Universitetimizda mana bunaqa orange kartamiz bor, student kart, ya'ni talabalik guvohnomasi. Shuni 2 marta uramiz oyotga. Hozir pul tashladim. Pul tashlagandan keyin mana bitta ko'rsataman. O'z qilib qo'yiladi-ya. Yo'q, betni yechmaydi. Просто pulni ko'rsatadi bu. Ya'ni yuklagandan keyin onayda qolish kerak, aktivlashtirib olish kerak. Bizdan mana bizning kartamizga pul to'lab kiramiz hech qoladi. Mana Ulug'da universitetida obed qo'yma. Qale. Qancha berasizlar? Hozir qancha lira bo'ldi bu? 35 lira. Bittasi 35 lira. O'zbek so'mida qancha bo'ladi? Juda arzon bo'ladi. 10 ming bo'ladi. Mana sizga 10 ming. Arzidimi yo'qmi aytinglar? Biza ko'rsanglar bo'ladi, universitetimizni приложениеsi bor, appi bor, ilovasi bor. Va bu yerda misol uchun ovqat ko'rsak bo'ladi. Bu yerda menyuni. Ha, ovqatni menyusini ko'rsa bo'ladi. Ya'ni anaqalardiki, studentlarniki. Mana. Bu yerda vegetarianlar uchun ham alohida menyu bor. Keyin o'qituvchilar, staff uchun, ular uchun o'qituvchi uchun alohida va u narigi betda. Ya'ni bu yerda faqat o'quvchilar uchun. Faqat o'quvchilar anaqa qila oladi, ovqatlana oladi. Gluten free bor. Gluten free ovqatlar bor. Молодец. Hamma ovqatlar halol bu yerda. Keyin har xil menyu bor. Misol uchun vegetarian kirsangiz bo'ladi, xohlasangiz unga kirsangiz bo'ladi. Hozir odam kam, chunki hali ularni semestri boshlanmadi. Keyin 2 mahal ovqat beradi. Hozir 12 dan 3 gacha yoki 1 dan 3 gacha obed beradi. Obeddan keyin soat 3:30 dan 6 gacha kechki paytli ovqat beradi. Ikkalasining ham narxi bir xil bo'ladi va yemak bo'ladi. Ya'ni bitta ovqat, keyin bitta sho'rva, keyin odatda salat yoki nimadir Va snack. Ha, va ba'zida shirinlik, meva, shunaqa narsalar yoki ayron beradi. Xo'p, bu bino Fan adabiyot fakulteti. Universitetimizdagi eng chiroyli va eng yangi fakultetlardan biri. Men birinchi bo'lib universitetga kirgandan keyin qiziqish bo'ladi-yu, kampus qanaqa ekan, mana binolar qanaqa ekan deb. Baribir hamma ham rasmga olib qo'ygisi keladi. Shunga qiziqqanman va Pinterestdan ko'rganman va birinchi bo'lib shu rasm chiqqan menga. Va hayotimdagi hali juda ham chiroyli universitet deb tasavvur qilganman. Va yo, chiroyli, anaqa hech nima demayman, lekin eng chiroyli fakultetimiz shu va qanaqadir estetik fakultetimiz va bu yerda bu fan adabiyot fakulteti bo'lsa, naryoqda sosial bilimlar fakulteti bor. U ham fan adabiyoti fakultetining ichida. Bu yerga kelib turasizmi? Albatta, bu mening sevimli joyim. Bu yer Mudanya. Bu yerda odatda turistlar ko'p bo'ladi, chunki bu yer dengizni oldi va Bursadagi bitta dengiz bor, o'sha Marmara dengizi. Va bu yog'i Armutlu, ya'ni narigi tarafi Armutludan keyin Istanbul keladi. Kemalar bor, ko'rsanglar bo'ladi, buduq. Shu bilan borganda 2,5 soat, 2 soat atrofida bo'ladi. Evet. Biz hozir holva olyapmiz. To'xtang. Kaç para olur? Men turkchani tushunsam ham gapira olmayman. Bu opa cho'chib tashlayman deyaptilar. Hop, o'zingizni tanishtirib bera olasizmi? Birinchi so'raydigan narsamiz. Ismim Oyisha, familiyam Muxtorjonova.
18 yoshdaman va Turkiyada hozir Bursuluda universiteti, ya'ni Bursa shahrida Bursuluda universitetida o'qiyman. Va maktab davrimda 5 xil maktabda o'qiganman va oxirgi o'qigan maktabim Sodiq School, ya'ni Toshkentda o'qiganman va undan keyin Turkiya burslariga grantga topshirganman. Turkiya burslari orqali hozir Bursuluda universitetida maktabgacha ta'lim yo'nalishida o'qishni boshlayman keyingi yildan, chunki hozir turk tilini bilmaganim sababli bepul til kursi, ya'ni turk tili kursida o'qiyapman. Tomirda o'qiyapman. Hozir B1 daraja bo'ldim. Turkiya burslari haqida biroz ma'lumot berib o'tsangiz. Turkiya burslari nima o'zi? Turkiya burslari bu grant dasturi, sizga beriladigan grant, ya'ni imkoniyat desa ham bo'ladi. Turkiya burslarini o'zining sayti bor. Sayt orqali siz 12 ta universitetga topshirsangiz bo'ladi. Turkiyada faqat Istanbul emas yoki faqat Anqara emas, boshqa shaharlarda ham bemalol topshirsangiz bo'ladi. 12 xil fakultetga, 12 xil universitetga topshirasiz. Sizdan talab qilinadigan narsa 11-sinf shahodatnomasi. Agar shahodatnoma olmagan bo'lsangiz, 9-sinf shahodatnomasi va ta'bil, 3-4 rasm ID. bo'ldi. Shu narsalar talab qilinadi xolos. Undan tashqari motivation letter yozasiz. Sizni maqsadingiz nima bu yerda o'qishdan va recommendation letter, ya'ni tavsiyanoma yoki tavsifnoma deyiladi. Ustozingiz tomonidan shunaqa yoziladi va saytni to'ldirib chiqasiz. Saytni to'ldirish mutlaqo bepul va bemalol mutlaqo bepulga topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zingiz Turkiya burslari desangiz, sayt chiqadi, Googledan istab topshirsangiz bo'ladi va nimalarni qoplaydi? Eng asosiy narsa, eng asosiyda birinchi o'rinda sizni o'qishingiz pulini qoplaydi. Ya'ni bu yerda davlat universitetlari ham bor yoki xususiy universitetlar ham bor. Topshirgan universitetlaringizni bittasi tanlanadi. 12 ta universitetdan bittasiga sizni qabul qilishadi va shu qabul qilingan universitetingizni pulini, ya'ni tuition fee pulini qoplaydi. Keyin yotoqxonangizni, ya'ni agar bakalavrda o'qiydigan bo'lsangiz 4 yil yoki 5 yil o'qishingiz davomida, balkim 6 yil, chunki mediklar 6 yil ham o'qishligingiz mumkin. Yotoqxonangizni qoplaydi va yotoqxonada 2 mahal ovqat beriladi. Va faqat qizlar uchun bo'ladi u yotoqxona, yoki davlatniki yoki xususiy yotoqxona bo'ladi. Keyin har oyiga $110 stipendiya beriladi va Tomir o'qiyotganingizda ham beriladi bu stipendiya. Ya'ni til kursida ham stipendiya olasiz. Xo'sh, yana nimani qoplaydi? 2 marta aviabiletingizni, ya'ni birinchi marta O'zbekistondan Turkiyaga kelishingizni va oxiri hamma o'qishingizni bitirganingizdan keyin Turkiyadan O'zbekistonga qaytishingizni biletini qoplaydi. Mazami sizlarga? Yashayversa bo'ldi. Hozir aytdingiz, masalan, hozir til kursida o'qiyapman deb. O'sha haqida ham bir tushuncha berib ketsangiz, masalan, til bilmay kelish va til bilib kelish o'rtasidagi farq. Qaranglar, o'zi misol uchun o'zbek tiliga turk tili yaqin bo'lganligi uchun turk tilini o'rganishimiz oson va shunchaki seriallar ko'rib ham, agar Turkiya bursasiga topshirayotgan bo'lsangiz, seriallar ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Va agar siz misol uchun mana bunaqa bo'ladi-da, maktab universitet oktyabr oyida boshlanadi va siz oktyabr oyida kelasiz. Ya'ni bu yerga agar siz o'rnashishga qiynaladigan, ya'ni adaptatsiyangiz qiyin bo'ladigan bo'lsa, turk tili kursini o'qing. Chunki bu yerga o'rnashib olib, yashashga, o'rtoqlarga o'rganib olishingiz uchun til kursi juda ham zo'r imkoniyat, to'g'risi. Zo'r paytingiz bo'ladi. Agar birdaniga oktyabrda kelganingizda universitetni boshlab ketadigan bo'lsangiz, biroz qiynalishingiz mumkin. Nimaga? Chunki yangi davlat, yangi o'rtoqlar, hamma tushunadi. Yangi ovqat, boshqa narsalar hamma yangi bo'ladi. Agar shunaqa adaptatsiyaga qiynalsangiz, til kursi o'qing. Til kursi o'qing. Nimaga? Chunki bepul maza qilib o'qiysiz. International o'rtoqlaringiz bo'ladi, xalqaro o'rtoqlaringiz bo'ladi, tanishlaringiz bo'ladi bemalol. Va bu yerda kezgani ham, ya'ni u yoq bu yoqqa borib aylangani ham bemalol vaqtingiz bo'ladi. Men misol uchun til kursini tanlaganman o'qishni. Chunki misol uchun fevralda men o'qishni turk tilini o'rganishni boshlasam bo'lardi, lekin to'xta deganman. Agar yutadigan bo'lsam, til kursi o'qiyman. Keyin bu yerda aylanaman, hali qanaqadir boshqacha bo'ladi-da, baribir o'rganaman deb. Tushunarli. Demak, bu yerdan qiladigan xulosamiz o'zi Turkiya burslarini yutish uchun til bilishi shart emas. Shart emas. Ingliz tilini ham bilish shart emas, turk tilini ham bilish shart emas. Kerak bo'lsa o'zlari o'qitib olishadi. Agar shu til bilmasdan kelsangiz, majburiy shu 1 yil turk tilini o'qiysiz. Va agar biladigan bo'lsangiz, lekin turk tilini to'g'ri bakalavr boshlab ketasiz shunda. Biladigan bo'lsangiz, boshda kelganingizda imtihon topshirasiz. Agar saviyasi C1, ya'ni C1 chiqadigan bo'lsa, bakalavrni boshlasangiz bo'ladi va bu juda ham oson bo'ladi. Ishoninglar. O'ta oson bo'ladi imtihon. Nega aynan Bursa shahrini tanlagansiz? Juda ham zo'r savol. Men oldin turk adabiyotini o'qiganman va turk adabiyotida juda ham ko'p kelgan Bursa shahri deb kelavergan. Ya'ni aytganimda, Konya bilan Bursani kitoblarda o'qiganman. Hattoki rasmini ko'rmaganman. Lekin tanlayotgan paytimda qaraganman. Kartani ochib olganman, xaritani ochib.
Bursa. Tak, qayerda? Istanbulda, pastida. Hmm. Ha, qarayapman, dengiz bor. Yaxshi ko'rgan narsam dengiz. Aha, dedim, yana qarab chiqayapman. Pinterestdan qaraganman, to'g'risi. Pinterest hali estetik rasmlar bo'ladi-yu. Pinterestdan qaraganman. Qarasam, Ulug'da bor. Men qishda juda ham yaxshi ko'raman. Va u yerda tog' bor, qor bor. Hayotimda tog'ga chiqmaganman. Unaqa men uchun qiziqda. Shunaqa bo'lgan. Keyin qarasam ham Istanbulga ham yaqin. Istanbulda borib kelsam bo'ladi. Tinch joy. Aholisi u darajada katta ko'p emas. Shahar katta-yu, lekin aholi darajada ko'p emas. Va Istanbul bilaman, shovqin. To'g'ri. Odam ko'p, Turist va ko'p. xalqaro odamlar ham ko'p. Shuning uchun to'xta degan, men hozir Toshkentda yashayapsan, qanaqa air pollution yoqadimi? Havo iflosgarchiligi yoqadimi? deb turib shu problemalar, katta shaharda bo'lgan problemalarni o'ylab, yo'q kichkina shaharlarga qilaman deb Bursani tanlaganman. Va keyingi savolim sizga Turkiya haqida yoqadigan 3 ta narsa va yoqmaydigan 3 ta narsa agar bo'lsa. Aha. Xo'p, Bursa haqidagi, Yo'q, aynan Turkiya Turkiya. haqidagi. Xo'p, Turkiya haqidagi birinchisi musulmon davlat bo'lganligi, xohlagan paytingizda, xohlagan joyda namoz o'qisangiz bo'ladi. Ya'ni hech qanaqa qarshiliklar yo'q. Misol uchun anaqalarda ham, o'qishlarda ham sizga hech qanaqa qarshilik yo'q. Misol uchun Tomerda ham borib namoz o'qisa bo'laveradi. Bemalol har doim namoz o'qishingiz uchun joy, tahorat olishingiz uchun imkon topa olasiz. Va bu eng katta plyusi menimcha biz uchun. Chunki azon ovozini eshitish juda ham hali ichga boshqacha narsa beradi-da. Misol uchun o'zimizni Andijonda hozir azon ovozi eshitilmay qo'ygan. Eshitiladi har doim emas. To'g'ri. Bu o'zi qanaqadir og'riq hisoblanadi. Xo'sh, ikkinchisi bizni xalqlarimizni yaqinligi. Ya'ni men hozir Turkiya xalqimizda. ya'ni hozir O'zbekistonda bo'lib turib, shuni Amerikaga ketaveradigan bo'lsam, cultural shock juda ham katta bo'ladi. To'g'ri. Ya'ni nima bu degan narsa ko'p bo'ladi-da. Va Turkiya deyarli butun, bir xil demayapman. Deyarli O'zbekistonga xalqlarimiz, madaniyatlarimiz yaqin va bunga qiynalmaganman. Adaptatsiya oson bo'lgan. Va yana nima yoqadi menga? Bu yerda havosi yoqadi. Aynan Bursa haqida gapiradigan bo'lsam, Bursani havosi, tabiati va odamlari juda ham yaxshi. Ya'ni odamlari mehribon, hali ham sodda odamlar bor. Ya'ni Istanbulga o'xshab, hamma depressiv bo'lib ketmagan, sodda, yaxshi, yaxshi munosabatda bildiradigan odamlar ko'p. Yoqmaydigan narsalarga kelsak, birinchi bo'lib men shok bo'lgan narsam ro'molda bo'lib turib, sigaret chekishadi. Undan tashqari erkaklar ham juda ham ko'p sigaret chekishadi. Shu narsa juda ham katta minus bo'lgan men kelganimda. Bo'lib qo'yaman. Qabul qilish qiyin-da, to'g'rimi? Bizga endi biz uchun normal bo'lmasin ham. Qanday qilib ro'mol o'rab turib sigaret chekish mumkin degan narsa bo'lgan. Va undan tashqari aytayapman, erkaklar ham juda ham ko'p sigaret chekishadi. Men ham shuni his qildim. Ikkinchi narsa, Bursada yo'llanma bunaqa. Ya'ni chunki bunday tog' bo'lsa, tog'da etagida joylashgan. Bunaqa tekis yo'l emas bizning yo'limiz. Ya'ni Toshkentda katta ko'chalar, To'g'ri. tekis yo'llar bo'lsa, bu yerda hammasi mana shunaqa, kichkina hali jin ko'chalar deydi biz tilimizda. Bizda jin ko'chalar deydi. O'sha jin ko'chalar juda ham ko'p. Va ko'pchilik aytadi, qiz bolalar uchun xavfsiz emas yoki qiz bolalar uchun xavfsizmi degan savol juda ham ko'p bo'ladi. Hozir shunga javob berib ketsam, xo'p, o'zimga keladigan bo'lsa, biz yurtimizni kirish chiqish soatlari bor va yurtimiz juda ham, ya'ni yotoqxonamiz juda ham anaqa, nima deydi, xavfsiz. Ya'ni qorovulimiz bor, erkaklar kirmaydi, erkaklar kirsa ham aytib qo'yishadi. Shunaqa. Va faqat qizlar uchun. Endi ko'chada yurishchi deydigan bo'lsanglar, men yurtimizga kirish soat 11 bo'ladigan bo'lsa, 11 da ham ko'chada yurganman, misol uchun o'rtoqlarim bilan yoki kimlar bilan yurganimda biror marta menga erkak kishi gap o'tgani yo'q, yomon ko'z bilan qaragani yo'q, yoki hali neto muomala qilgani, g'alati muomala qilgani yo'q menga. Va bemalol ayta olaman, Bursa shahri qizlar uchun xavfsiz. Bemalol, chunki aytayapman, soat 11 da ham ko'chada yura olaman bemalol. Va uchinchi anaqa yoqmaydigan tarafi shu yo'lda kichkinaligida. Faqat ikkita bor demay, to'g'rimi? Shunchaki aytaylik, avtomobillarda yomon haydashadi. Avtobusda yomon haydashadi. Rostdan tan olaman. Haligi bir-biri bilan poygo'ylarga hozir keldik-ku. Unaqa ketaveradi. O'zingiz ham ko'rdingizmi? Ko'rdim. Koreyada ham shunaqada, men o'rganib qolganman u narsaga, ushlab turish boshqa narsaga shunga. Tushunarli, rahmat. Va menimcha oxirgi savolim, yangi kelayotganlarga maslahatingiz, masalan, Turkiyaga kelmoqchi bo'lganlarga yoki Turkiya bursaliga topshirmoqchi bo'layotganlarga maslahatlaringiz. Qaranglar, birinchi bo'lib turk tilini A1 darajada bo'lsa ham o'rganib kelinglar, iltimos. Chunki bu yerga kelganinglardan keyin
Turkiya bu yer hech kim ingliz tilini yo'q tushunadiganlar bor endi, lekin baribir biror joyga mana go'ch idorasiga bordingiz, siz hujjat qilishingiz kerak. Go'ch idorasiga bordingiz yoki o'rganishlariga mana hujjatingizni topshirgani bordingiz. Ingliz Inglizini bilmaydi. Iltimos o'rgani kerak. Hech bo'lmasa serial ko'rsa ham o'rgansa bo'ladi-da. Misol uchun men kelishimdan avval bitta serialni ko'rib tugatganman 15 kun davomida va kelganimdan keyin bemalol tushunardim gapirgan gapini. Shunaqa darajada kelinglar. Birinchisi. Xo'p, ikkinchisi kiyim olib kelmanglar, sizlarga maslahat. Iltimos deb qo'ying. Iltimos kiyim olib kelmanglar. Mana shu yerda ham borash kiymanglar. Menimcha Toshkentdan ko'ra arzonroq Bursadagi kiyimlar narxlari. Qaranglar, bu Turkiyaga kelayotganlarida emas, kelishinglardan avval topshirayotganlarga maslahat. Universitet va shahar tanlashga juda ham katta e'tibor beringlar, iltimos. Chunki siz bu universitetda 5 yil umringizni ketkazib, bu fakultetda 5 yil umringizni ketkazib o'qiysizda, sizga hali prosta kirish oson bo'lgan universitetda yoki kirish oson bo'lgan fakultet tanlamanglar, chunki 5 yil umringizni shu yerga ketkazasizlar va o'sha ishda ishlashinglar kerak 5 yildan keyin. Ya'ni 5 yil bu kichkina son emas. Ya'ni topshirishinglardan avval o'sha shaharda yashashinglarni o'ylanglar. Qanaqa bo'ladi? Misol uchun zilzila ko'p bo'lmaydimi? To'g'ri. Havosi qanaqa? Misol uchun men dengizi borga qiziqqanman. Tog'i, havosi, shu narsalarga, xavfsizligiga qiziqqanman. Shunaqalarga e'tibor beringlar. Misol uchun 12 ta universitetga tanlasanglar, bo'ladigan bo'lsa, bitta fakultetda 15 ta universitet bo'lar. 15 ta universitetni ko'rib chiqinglar. Qayerda joylashgan, o'zi o'rni qanaqa universitetda, Turkiyada yoki o'sha shaharda o'rni qanaqa professorlari bor, kimlar o'qitadi, qanaqa o'qitadi o'zi aslida u sohani deb o'ylab ko'ringlar. Chunki oz umringlarni ketkazmaysizlar bu yerda. Ko'p umringlarni ketkazasizlar va attang qilib qolishinglar mumkin keyin. Bekor bu yerni tanlabman demasliginglar uchun yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Va undan tashqari men juda ham so'rab qolardim. Menga ham ko'p yozishadi, masalan, qanaqa universitet tanlash kerak. Veb-saytini yaxshilab o'rganib chiqinglar, iltimos. Universitetning veb-saytini o'rganinglar. U prям anode, tipa nima xazina-da, hamma ma'lumotlar bor universitet haqida. Xohlaganingizcha ko'ringlar. ChatGPT bor, YouTube bor, izlaninglar-da, yaxshilab bor. Men kanalimda mana video qo'yamiz sizlarga. Demak, shu ishda anaqa maslahat. Ha, shunaqa. To'g'rimi? Boshqa gapingiz yo'qmi? To'rtinchi maslahat beray. To'rtinchi maslahatni beraymi deymi? Bering, voy. Va qaranglar, bu yerga kelganinglardan keyin boshqa xalq, boshqa odamlar, boshqa urf-odatlar, ya'ni boshqa narsalar bo'ladi. O'zingizlarni mana bu qiymatinglarga, ya'ni nima deyiladi u? Qadrlaydigan narsalarga sodiq bo'linglar, iltimos. Misol uchun o'zingizlarga yoqadigan, yoqmaydigan narsalarga yoki boshqa narsalarga qadrlaylar. Haligi o'shanga gapishimda sodiq bo'lib keldim. Misol uchun men sizlarga hozir bitta misol keltiraman. Menda bitta sinfdoshim bor, ismini aytmayman, qayerligini aytmayman. Bitta sinfdoshim bor, ya'ni kursdoshim bor, Tomerdagi. U sigaret chekmasdi avval va beri kelgandan keyin chekish ko'pchilik chekadi, atrofdagilar. Va bir kun qarasam, u ham o'shalar bilan chekib o'tiruvdi ekan. Ya'ni iltimos, o'zingizlar atmosfera yaxshi yomonni o'zingizlar uchun ajratib olgansiz-ku, shu narsalarga yopishib qattiq turinglar. Hali Prinsipiyalar bo'lsin demoqchisiz. Kimdir yur davay desa, yur deb ketavermaydi-da, любой joygacha o'ylab ko'rish kerak. To'xta, meni qadriyatlaringga to'g'ri keladimi? Bu narsa o'zi borsam bo'ladimi? Deb shunaqa narsa keraklar, iltimos. No, juda ham yaxshi maslahat bo'ldi-da. Juda ham yaxshi. Chunki baribir endi boshqa davlat bu yer hamma har xil bo'ladi va bu yerda faqat turklar bilan o'qimaysizlar sizlar. Amerikadagilar bor, ya'ni Panama, Meksika yo'qlilar ham bor. Yo'qlilar narigi dunyodagilar. Tushunib olinglar o'zingizlar. Anaqa ular. To'g'ri. Biz bilmaydigan xalq ular misol. To'g'ri. Shuning uchun o'zingizlarni yaxshi, yomon degan narsalarga sodiq bo'linglar. Rahmat kattakon. Xullas, o'zingizlarning prinsipinglar bo'lsin. Ha, shunaqa. Qadriyatinglar bo'lsin. Xo'p, unda menimcha hozircha beradigan savollarim shu edi. Agar savollaringlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni boshqa shu kuzatuvchilarning savollari bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirishlari mumkin. Kanalimni linkini tashlab qo'yamiz. Instagramlarini va YouTube kanallarini linklarini. Kanalim ham bor, Telegram kanalim bor. Hammasini qo'yib qo'yamiz. Ko'proq Telegramdan aloqa bo'laman. Telegram kanalimda Turkiyaning hayoti, meni universitetimdan lavhalar va Turkiya burslariga topshirish. Undan tashqari Turkiya burslariga topshirib berish xizmatimiz ham bor. Ulardan foydalansanglar ham bo'ladi. Agar o'zingizlar qiynalayotgan universitet, shahar, fakultet tanlashga qiynalsalar, ularga ham yordam beramiz va o'zimiz topshirib beramiz ham. Ularga Telegramga o'tib, shu hechkam bor o'zi Telegramda yozib qo'yganman. Telegramga yozsanglar, adminlarimiz javob berishadi. Pastda hamma linklar qoldiramiz, xudo xolasa, hamma linklarni. Rahmat hammaga. Shunaqa, rahmat kattakon Aisha. Mayli. Bye. Bu yer markaz hozir.
ya'ni shu yer bursani markazi hisoblanadi. Hozir bu yoqqa yurganimizda bitta tramvay yo'li bor. Tramvay anaqada bor-ku, Taksimda bor-u, Istanbuldagi. Xuddi shunaqa qilib bizda ham tramvay yo'li qilingan. Va bu yerda chorshi bor, katta bozor bor, Ulu jomi bor, katta masjid bor. U yerga kiramiz, u yerda ham tarixi bor. Uni ham aytib beraman. Va shu anaqadan fursatdan foydalanib narx-navolar haqida so'rab ketdik. Turkiyada narx-navolar qanaqa O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak? Xullas, solishtiradigan bo'lsak, men unaqa farqini ko'rganim yo'q, katta farqini ko'rmadim. Kiyimlar deyarli bir xil. Misol uchun Toshkent, Andijonning narxlari bilan bir xil. Va yemoq-ichmoqqa keladigan bo'lsak, deyarli bir xil narxlari. Bitta ikkita narsada bor. Taksi juda ham qimmat va keyingisi megabayt, ya'ni internet qimmat. Sim karta, internet shunaqa narsalar qimmat. Kvartiraga turadigan bo'lsak, masalan, bilaman hali turib ko'rmagansiz, masalan, eshitgan bo'lishingiz mumkin. Kvartiralar 2 xonali kvartira $400 shunaqa atrofida edi. Eshitgandim, shunaqa deyishgan edi. Tushunarli. Bu taraf nima dedi shunda hozir? Bozor bu, bozor. Bozor. Wow. Kapalı çarşı bor. Ya'ni kapalı degani yopiq degani, kapalı çarşı usti yopilgan çarşı bor, keyin uzun çarşı bor. Uzun çarşı faqat mana shunday to'g'ri ketgan bozor. Hozir çarşı yopilyapti, lekin ko'rsak bo'ladi, u ham rosa chiroyli. Men sizlarga bitta narsani aytaman. Bursada kestane degan narsa bor va bu mana shu narsa. Bu kestaneni anaqa qilingani, qo'g'irib kestane kebab deyshadi. Kestani qo'g'irilgani. Yeb ko'rmaganman to'g'risi. Qanaqaligini bilmayman asosan, lekin yaxshi narsaga o'xshaydi. Kestani shakarni yeb ko'rganman. Shirinlik bo'ladi u. O'shani yeb ko'rsak bo'ladi. Bu narsa menga yoqmaganligicha yeb ko'rmagan. Xolis yeb ko'ramiz. Bo'ldi, yeb ko'raveramiz. 100 gram olabilirmiz? Daraxtni mevasi. Hozir yeb ko'ramiz. Mana bunaqa bo'ladi, pishmagani. Bilasan? Shuni keyin pishirishadi, mana bunaqa qilib. Hozir men yeb ko'ring, qanaqa bo'lar ekan. O'zi yeb ko'ring. Men mikrofonni o'chirib turaman. Davay. Deydi o'zi buni. Bursada yurib yeb ko'rmaganmiz. Yo'q, hali nimagadir mazasi tortmagan meni. Ko'rishlar mumkin. Bitta ko'rsatingchi. Ana. Shiqir qilyapmiz. Shiqir. Ana asmir narsaga o'xshayapti. Shunaqa deb o'ylayman. Ja, shirin bo'lmaydi lekin. Menimcha ham shunaqa shirin bo'lmaydi. Нормально? Что за собой? Good? She liked it. Ajoyib narsa ekan. Ajoyib narsa. Arkadaşlar biz Ulu Jomi'damiz. Ulu Jomi nima degani? Katta jomi degani. Xo'sh, bu yerda tahorat oladigan joylar bor. Ha, turklar faqat sovuq suvda tahorat oladi. Issiq suv topa olmadim to'g'risi. Bilmayman, o'sha Usmoniylarda qurilish arxeologik haligi bilan bir xil. Bu yerda har doimgidek favoralar bor. Keyin qo'yda tahorat oladigan chashma shunaqa deyiladi. O'rtada bitta yomon chiroyli chashma bor, men sizga ko'rsataman. Wow, deysiz, uni ham tarixiga o'rayib beraman. Hozir Bursadagi Ulu Jomidamiz. Bu Usmoniylar tomonidan qurilgan. Bu masjid qurilayotgan paytda bu yerda odamlar yashashgan bo'lgan va aynan o'sha favora turgan joyda egasi bitta xotin bo'lgan. Va u xotindan so'rashgan, ya'ni biz universitetimiz Ulu Jomida qurmoqchimiz, ya'ni masjid qurmoqchimiz. Yeringdan ber deyishgan, ya'ni sotib olmoqchi bo'lishgan. U aytgan, "Bo'pti" degan, "Faqat bitta shart bilan beraman" degan. Meni nomimni eslatib turadigan nimadir qurishinglar kerak uni o'rniga degan va o'ylashgan, Usmoniylar davrida suv bilan terapiya bo'lgan. Ya'ni shunaqa favvoralar saroylarda va ko'p joylarda qurilgan, nimagaki un bilan terapiya qilishgan, ya'ni suvni ovozidan terapiya qilishgan. Ya'ni u paytlarda stress chiqargani boshqa narsa bo'lmaganligi uchun suvni ovozidan qilishga to'g'ri kelgan va o'ylashgan, favvora qilamiz degan. Birinchisi ham terapiya bo'ladi, ham ovozni eshitib odamlar sokin bo'ladi va ikkinchisi bu yerga tahorat qilib qo'yamiz, ya'ni tahorat oladigan joy bo'ladi. Ya'ni senga, ya'ni u odamga nomiga savob yozilib turadi degan maqsadda, nomini eslatib turadi degan maqsadda qurilgan va odatda bu yer ochiq bo'lardi. Va shu bilan bizning Bursadagi vlogimiz ham o'z nihoyasiga. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, juda ham xursandman. Hammaga rahmat.